Hozirgina Prezidentimizga Navoiy viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha 2026-yilgi taqdimoti bo'lib o'tdi. Bu yerda Prezidentimiz bizga aniq vazifa va topshiriqlar berdi. Shu yerda Navoiy viloyati Kalimix tumanining ham aniq bir vazifa va chora-tadbirlar belgilangan. Xususan, Kalimix tumanida birinchi o'rinda o'sha xizmatlarni rivojlantirish, turizmni rivojlantirish, qishloq xo'jaligi va chorvachilikni rivojlantirish bo'yicha ham aniq chora-tadbirlar belgilab olingan. Xususan, chorvachilikni rivojlantirish, xizmatlarni rivojlantirish, turizmni rivojlantirish bo'yicha Kalimix tumanida ham oxirgi yillarda turizm sohasi juda rivojlanib bormoqda. Ya'ni sahro turizmi bo'yicha bu yil ham qariyb 9 ta yangi tadbirkorlik turizm rivojlantiriladi va aholini va chet el sayyohlarini bunga jalb qilish, turizm sayyohini rivojlantirish bo'yicha ishlarni amalga oshirib boramiz. Kalimix tumanida xuddi shuningdek yangi yerlarni ochish, ya'ni bu yerda o'sha paxta va g'allaga yerlar ochish, yangi yaylovlarni o'zlashtirish, xuddi shuningdek chorva mollarini ko'paytirish uchun ham chora-tadbirlar belgilab olingan. Ushbu chorva mollarini ko'paytirishda bu yil ham biz Mongoliyadan qariyb 20 mingdan ortiq bayaz zotli qo'ylarni olib kelish belgilab olganmiz. Xuddi shuningdek sanoat sohasi ham keyingi yilda Kalimix tumanida rivojlanish boshlandi. Hozir sanoat bo'yicha qariyb 1 trillion so'mdan ortiq sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishni 2026-yilga belgilab olganmiz. Hamda ushbu pirovard natijasida tumanimizni ishsizlik va kambag'allikdan xoli hududga aylantirish bo'yicha barcha choralarni ko'ramiz.